Assalomu alaykum, hurmatli narx navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan uy qidirayotganlar uchun, ya'ni hovli uy qidirayotganlar uchun tayyor hovli topib qo'ydim. Buni oldin bir ko'rsatgandik, faqat yuzaki ko'rsatgandim. Bugun to'liq ko'rsatib o'taman hamma joyini. Mana darvoza, xo'p, bu yerda hovli ancha kattagina, obshi 10,5 sotiq, kadastr bo'yicha 10,5 sotiq. Mana bu derazalar yopib qo'yilgan, endi ochiladi. Shu yangi novostroyka, hali usti yopilmagan, ko'tarib qo'yilgan. Podvali ham bor. Hozir hamma joyini ko'rsatib o'taman. 10,5 sotiqlik hovli. Narxi $165,000 aytilyapti. Yana savdolashadigan joyi bor. Ya'ni kelasiz ustiga, ya'ni ozgina gaplashib chiroyli qilib o'tkazib berishadi. Telefon raqamlarini ham mana boshidan ko'rsataman. Endi to'liq uyda obzor qilib beraman. Xo'p, hovli kirganingizda mana devor polni qilingan. Hamma sharoitlari bor, ya'ni gaz, suv, svet muammo emaski. Mana bu kachalka ham chiqarib qo'yilgan, ya'ni yerdan ham suv chiqarishga alohida qo'shimcha qilib qo'yilgan. Xo'p, mana bu uyni ko'rishdan oldin mana bularni ko'ramiz. Bu usti ham yopib qo'yilgan ekan. 1 2 3 4 5 6 ta xona bu yerda, ya'ni hojatxona, hammom, oshxonaki yana qo'shimcha xonalarga tayyor qilingan. Mana ustlari yopilib, naves qilingan, chiqarib chiroylikina qilib qo'yilgan. 1,5 g'ishlik qilingan devorlari, ya'ni qalin, yuqagina emas. Bu yer hozir buni ham tepaga chiqib ko'rsataman. Podvali ham bor. Bu tarafdan da qarasam, chiqib podval bor. Hozir tepaga chiqib ko'rsataman. Xo'p, chiqib oldim. Mana 1,5 g'ishlik pishgan g'ishdan qilingan, ya'ni qalin. Uy issiqqina bo'ladi. Kirilgandan keyin mana u podvalga tushib ketadigan qilingan. Pastga tushib ketiladi, yo'l qilinadi. Bitta xona, ya'ni masalan deylik, oshxona qilsa bo'ladi, dush xona qilsa bo'ladi. Yana bu bitta alohida xona. Bu yana bitta, yana derazasi tashqariga qaragan. Ya'ni oshxona, vanna, ya'ni sanuzel oshxona bo'lsa 1 2 3 ta xona bor bu tarafdan. Hozir u tarafdan ham yana bitta eshigi bor. Hozir uy tugagan yo'q, to'liq bo'lgan yo'q. Bu tarafdan ham hozir kirib ko'rsataman. Bu yerda mana 3 ta xona bor. Sanuzel va oshxona uchun joy, ki mana o'rta zal, hol deyiladimi? Podvalga ham tushib ketadigan joy bor. Bu yerda yana alohida kiradigan joy bor. Bitta xona yana, keyin bitta mana mehmonxona uzun. Obshi oladigan bo'lsak 3 ta, 4 ta, 5 ta xona, bitta oshxona, bitta sanuzelga joy bor. Mana qilingan, faqat ustini yopish kerak bo'ldi. Podvali ham bor. Bu yerdagi uylarni ham ko'rsatib o'tdim. Mana shunaqa kattagina hovli. Narxini qaytarib o'taman, $165,000 aytilyapti. Kelasiz, ustida shu yerda gaplashiladi. Ozgina o'tadigan joyi bor, ya'ni savdolashsa bo'ladi. Srochniga sotilyapti. 10,5 sotiq to'liq, ya'ni o'lchangan, kadastrlari bor. Hamma joy dokumentlari 100. Hech qanaqa muammosi yo'q. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin bu yerda manzilni tushuntirib o'taman. Manzil
Beshkapa mana Tutqatordan kirishda 4-ko'chadan kirib kelasiz. Ya'ni Tutqatordan o'sha kottejlar oldidan kirasiz, 4-ko'chadan o'ngga burilasiz. O'rtalig'ida joylashgan. Bu tarafdan zapravkadan o'tgandan keyin, ya'ni Beshkapadan burilgandan, zapravkadan o'tgandan 1-ko'chaga to'g'ri kirib kelaverasiz. Mana o'rtalig'ida joylashgan tinch ko'cha, yangi mahalla.